Prezident ochgan restoranda yong'in sodir bo'ldi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Joriy yilning 19-iyun kuni kechqurun Tojikistonning Xo'jand shahridagi sobiq Temir Malik nomi bilan mashhur Yakkasaroy restoranida kuchli yong'in sodir bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hech kim jabrlanmagan. Yong'in oqibatida bino deyarli butunlay vayron bo'lgan. Umumiy maydoni 631 kvadrat metr bo'lgan. 3 qavatli binoning yuqori 2 qavati butunlay yonib ketgan. Binoning qolgan qismi ham jiddiy zarar ko'rgan bo'lishi mumkin, ammo zararning aniq miqdori hali aniqlanmagan. Voqea joyiga yetib borgan shahar favqulodda vaziyatlar xizmati xodimlaridan biri muxbirga qayd etishicha, yong'inga o'tin yonida uloqtirilgan mangal panjaralardan yonayotgan ko'mir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, hamda gaz chaqnashi oqibatida mish-mishlarni rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, agar gaz chaqnashlari sodir bo'lganda, hammasi butunlay boshqacha ko'rinishga ega bo'lar edi, deydi u. Ma'lumot uchun 2019-yil 2-aprel kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishtirokida Temir Malik restorani ochildi va keyinchalik Yakkasaroy deb nomlandi. Yerto'lada 100 o'rinli kafe, 1-qavatda 200 o'rinli restoran, 3-qavatda yozgi terrasa joylashgan. 6 yillik faoliyati davom etgan restoran to'y va ma'rakalarni o'tkazish uchun viloyatdagi eng mashhur maskanlardan biri hisoblanadi.